Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacırız, Washington sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 7. ayının 26. günü vatandaşı. Bugün sizlerge nemi deyimiz kıraptırınlayım da gepe hazır. Yeni yaça güzel çıktı. Ayet almay canım çıktı. Diyendek bir iş buluyordu da vatandaş. Kandaklıysanız 7. ayının 15. günü sizge məlum. Çünkü da şimdi umumi yığın açıldı. Bir yılda keçiktirilgen yığın açıldı. Bu yığından kirli kendinden çıkan bir kız gep Cungo'nun reis Xi Jinping sakti oldu. Yani kan besimi bilen ağrı deydigen gep oturğa çıktı. Ki şu xildi gepler kayni köpüyüşke başıldı. Bazılar bunun ciddi qaradı, yani bazılar beperva. Mesela dağlık obzorçılığa da canlı Çin Pokong degenlerimi özür bunun anca itibar vermedi, nemi işgelliği doğrusu da. Köprek bu doğrudu sözlüğüne Cungo'nun obzorçusu şu şahı degene anadikin vakayla doğrusu tertip büyücü sözlep kagine yani geçkince obzorçu Rongyan'ın nazarı degene aşıla şunda sözlep geldi kesel dedi andan tünügüllaten kagende Su Shaokang degenden özü Su Shaokang ama Su Shaokang degen Su Shaokang degen tarihteki bir inqilabçıydı Xitaylarının. Su Shaokang degen özü de hazır bu kişini her bir taraftan kontrol kıldı dedi. Her bir taraftan kontrol kıldı degenden keyin onu yötkep ölüp ketken yerlerini tünügün şundaq degen idi. Bu Su Shaokang degen hazır Ningxia Tungan Abtonom rayonunun Yinchuan degen şehirge apırıp nazarband kıldı dedi. Tünügünkü xabarda. Bu Yinchuan degen aynı vaqtda Çingiz Han to'xtab o'tgan shahar. Ondan keyin aşağıda G'arbiy Shimolda Jungo Kompartiyasining tarixida bir harbiy ishlarga bog'liq yuz bergan bir voqea. Mesela aynı çağda Çin'de o'sha degan shu yerga askar to'plab agar chekinish to'g'ri kelsa G'arbiy Shimolga Xinjiangga chekinib turib, yani Gomindanlar urush qilishda. Shundaq taklifler ve siyasetler o'ttirg'a chiqqanda mavzuning qalamida bir ikki qog'oz gap, ikki parcha maqol yozilgan. U maqolda tilga ilingan birla Xitoycha xat Shanganning Bianchu. Shanxi, Gansu, Ningxia chegara rayoni. Bu chegara rayonining hukum, siyosiy hukumidan aytganda Xinjiangga nisbatan yoki mustamlika Uyg'uristonga nisbatan aytganda chegara rayoni. Shuna bo'ladi da. Shunda gaplarım chiqqan bu taraf tarixini toza xabarim yo'qkan, biroq tunigun shuni Yinchuanga olib borib nazarband qildi degan xabarni Su Shaokang degan o'zi aytdi. Endi bugun bu xabarlar kayni-kaynidan kelyapti. To'g'ri batishaliqqa, video film ishlagichilarning xabariga ishonmaymi desangiz, yana bir gap ham bu xabar bo'lib kelyapti. Men shuni sizlarga vatandoshlar bunun rost va yoki yolg'on ekanligini o'zinglar tahlil qilib, fikr qilib, tasavvuringlarda azm qilib buningdan bir natija chiqara olasizlar deb ham sizlarga havola qilib keldim. Ham o'zimning tushungan doirasida sizlarga so'zlab berdim vatandosh. Endi bugungi gapga kelsak, hozir buningda bir parcha yozma xabar keldi. Yozma xabarning mavzusi nima desangiz bundaq. İki qatimliq muhim sorunda partiyanın sekreterinin ismi eğizga elinmedi. Wang Shaohong'un hareketinin tuyuqsuz özgörüşü gayri bir iş bulup kaldı. Bir de Wang Shaohong degende aynı çağda tövenge düşüş, kadrlarını terbiyeleş deydiğen siyasetleri var. Ziyalilarını tövenge düşürüş deydiğen şu vaxtlarda bu reis Xi Jinping növbetdeki hazır aynı çağda Fujian'ga tövenge düşürülgen iken Fujian ülkesinde hizmet işlegende şu Wang Shaohong sabdaş bulup bunun küçük bala bu Wang Shaohong degen reis Xi Jinping seliştiğen yeşil küçük bir adam.
Keyin gapni uzartmayli müşakkileyle vazife ötegen de Wang Xiaohong bilen birga sabdaş bolganda qaytib kelip Reis Xi Jinping Kompartiyaga sekretar bulup Merkezi Komitetga kelgende Jungoga reis bolganda bu Wang Xiaohong degende Fujian'dan yo'tkab ekilip memleketlik saqchi ministerligining Gong'an bunun ministeri qilib tayinladi Wang Xiaohong degende. Anda yaqında Merkezi Komitet Siyasi Büro sekretariyatının sekretari Saychi degan adam edi. Merkezi Komitetning kundalik ishlariga mas'ul. Bu Saychi degan adamdan bu huquqni elib olib Wang Xiaohongga qo'shimcha tutib bergan edi. Vatandosh Wang Xiaohongga qo'shib bergan ham Saqchi ministerligining ministeri ham sekretariyatning sekretari. Müşuna qo'shib bergan edi. Hozir endi bu kishi bir yig'inda bir so'rinda. Masalan, saqchi xizmetini zamonaviylashtirish, hozirgi zamonga moslashtirish degandek. Shu yig'inda so'z deganda sizlar bilasizlar, Kompartiyaning odati, Kompartiya a'zolarining tuvan darajalik amaldorlarning odati, cho'qim bu yig'inda yuqori darajalik amaldor masalan Xi Jinping'dek amaldorning ismini otishi, uning ideyasini maqtishi va maqtash bilan bizga manda rahbarlik qilyotdi deyishi kerak. Bu qatim bu odam yani Wang Xiaohong, minister Wang Xiaohong, saqchi idorasining saqchi ministerligining ministeri Wang Xiaohong bu ismni eg'izga olmabdi vatandosh. Bu hamda Kompartiyaning xizmat munosabatlari doirasida intayin nozik ish bo'ldi-da bu. Ondaqda qani? Ben başta ettim 7. ayının 15. gün, 3. 11. gün başlandı. Bugünküsü 13 gün öttü. Şu aralıkta qani? Xi Jinping zaten ne gitti? Bu sualın tünügün bir koyduk mu? Bugün yani şunda koyumuz. Evvel siz materyalini bir anlayıp qarang. Gayrı bir iş oldu. Mavzulu haber 7. ayının 24. günü büyük İran orbiti ilan kılındı. Andı Wenbei orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlar. Bu asli obzor şekilde yazılgan cuma yani adet haber emas bir adam buna baha bergen. Zhou Xiaohong'ning obzori deydi. 7. ayının 24. günü Jungo Kompartiyasining Xinhua tori xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Demak, Kompartiya Xinhua tori. Hamda nima bo'ldi bu? Odatdagi matbuotlarga yozilgan xabar bo'lsin, muxbirning qalamida emas. Hozir bu Kompartiyaning tori. Abkori, nashr abkori. Mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiya sekretariyatining sekretari Jungo Saqchi ministerligining ministeri Wang Xiaohong Guizhou shahrida saqchilar ishlarini, xizmatini tadqiq qilish jarayonida yoki yig'inida 20. qurultay 3. umumiy yig'inning ro'yini cho'nqur o'rganish, saqchi ishlari xizmatida Jungo Kompartiyasining mutlaq rahbarligida ching turishini ta'kidladi. Tushunishlik bo'ldimi vatandoshim? Bu yerda qoida bo'yicha Reis Xi Jinpingning rahbarligida ching turishini ta'kidlash kerak. Qoida bo'yicha. Wang Xiaohong uchun aytgandim, qoida bo'yicha boshqalar uchun aytgandim, bundaq yig'inda saqchi ministerligining yig'inida Wang Xiaohong degan bu kishi yoki bu minister avval Reis Xi Jinpingning ismini tilga olib, partiya rahbarligida ching turimiz, Reis Xi Jinpingning ko'rsatmasi ideyasi bo'yicha ishlaymiz deyish kerak. Bu yerda Reis Xi Jinpingning ismi yo'q. Deydi, Jungo Kompartiyasining mutlaq rahbarligida ching turishini ta'kidladi. Tamam. Eg'izga olmadi deganga. Bütün xabarda Jungo Kompartiyasi sekretarining ismi faqat xabar eg'izga elinmadi. Xi Jinpingning sapdashi sifatida Wang Xiaohongning bu harakati benormal va g'ayri bir ish bo'lib qoldi. Chunki mushuning o'xshash xabarlarda Wang Xiaohong har qatim oldi bilan Xi Jinpingning bu jihat ko'rsatmalarini yoki fikrlarini avval ta'kidlab, onda yerlik saqchilarning talablariga e'tibor berishi kerak edi.
Mesela bu yıl 7. ayının 4. günü Wang Xiaohong Tianjin'de hizmet tekşürüp sakça asası katlamlarına düşkende avval Xi Jinping'in yeni devirdeki cemaat xavfsizligi hizmetleri toğrısındaki fikir bayallarını ögünüşünü avval ta'kidlash kerak edi. Yok. Yanıla Kompartiyanın Jingo Kompartiyasının rehberligi ve 20. Qurultayının 13. nöbetlik umumi yig'inida o'ttirib qo'yilgan fikrlar deyilgan aşırı bo'yicha shuni ögünüsen degan gap. Reis Xi Jinping'in ismi yok. Partiyalik münasebet bilen aytgandımı ismi yok. Tüven ve yukarı katlam rehberlik münasebeti aytgandım Wang Xiaohong'un ağzı ismi yok. Yakı Pujan'da birli işlegen Wang Xiaohong bugün Saqchi ministerligining ministeri bo'lgan Wang Xiaohong sabdash bo'lgan reisga Xi Jinping'e sabdash bo'lgan Wang Xiaohong'ning ağzıda reis Xi Jinping'in ismi yok. Tushunishmi vatandaş? Endi ilqi qisqa xabarda shakldiki yetib kelgan xabarlarga diqqat qiling vatandaş. Xabar bundaq birinchi Xi Jinping bu kishining yoki bu rahbarning qayerga ketganligi ma'lum emas. Xinhua yana yolg'on xabar tarqatdi. Mush to'g'rida. Janlinning nazari 7. ayning 26. kuni YouTube. Xi Jushi eğer shunda elinib turadi, Xi Jinping ko'rinmaydi o. Ko'pchilik ket. Bangda munbari. Bu yeniden paydo bo'lgan torbiti ekan, video film ishlash torbiti Xi Jushi deydi. Reis Xi Jinping ko'rinmaydi o. Bangda munbari 7. ayning 24. kuni YouTube. Ekranda Wang Xiaohong başsözep ettikwa Wang Xiaohong Xi Jinping'ni qasdan cho'kirib otamdi yoki ikki sorunda onun ifodasi g'ayri bo'ldi. İki sorunda cho'ng yuqorqidagi sorunda Wang Xiaohong'ning ifodasi g'ayri bo'ldi. Umid sadasi 7. ayning 26. kuni YouTube. Ondan yana bir xabar. Tarqalgan xabarlarda Xi Jinping harbiy o'zgarish bilan og'dirildi. Anladingizmi? Tarqalgan xabarlarda Xi Jinping harbiy o'zgarish bilan og'dirildi. Lekin to'laroq kasal bo'lib qolganga o'xshaydi. Wang Ho'ning xizmatlarini vaqtli topshirib elishi qaror qilindi. Chimpokongni bilasizlar? Siyosiy obzorchi 7. ayning 26. kuni YouTube. Bu yerda bu harbiy o'zgarishlar og'dirildimi degan so'zga Chimpokong o'zi to'liq ishonmayotdi degan gap. Ammo kasal bo'lib qolgan bo'lishi kerak, chunki hozirgacha ko'rilmadi. Nada? Xi Jinping nada? Bu kasal bo'lib qolganga ko'proq o'xshaydi. Harbiy o'zgarishdan sal gumon qilyapti Chimpokong. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar har ikki so'zni eg'izga olib vatandosh Chimpokong. Mana anladingiz? Endi yana xabar ekranda BDX masalasi yana yetib keldi. Xi Jinpingni harbiy taraf majburlab BDX'ga elib berib tanqidlashga boshladi. Su Xiaohe obzori 7. ayning 26. kuni YouTube 57 minut ilgari. Azali kelgan xabardami? Endi bu yerda Su Xiaohe 2. bo'lib nima deyapti? BDX'da yig'in ochiladi. Amaliyot dalmish 8. ay, 7. ay, 7. ayning 15'idan boshlab degandek. Asosiyatdan birdan u bu yoqning boshliqlari hammasi BDX'ga yig'ilib, Kompartiyaning bir yig'ini cho'qim BDX'da ochilish kerak. Bu rasmiyat, belgilangandek bir rasmiyat. Hozir BDX'da yig'in ochilishdan burun mushu oraliqda BDX'ga elib berib, harbiy taraf Xi Jinpingni hozir tanqid qilishga boshladi deydi buni Su Xiaohe 26. kuni bergan xabar. Ya'ni mushu xabarda ko'rsatilishicha mesela Şarkı Şimal'dan yetip keladigan poyez, meyli tiz poyez, meyli yük poyez, meyli qandaq adetike poyez deme, muş kelgen poyez qatnaşının hammasini
Beyjing'e kirishga, Beyjing vokzalga kelishga ruxsat qilmagan gap. Buning sababi nima? Buni aşı su şaxı özümü sual qo'yib shundaq deydi. Men anladım başdan axir. Buning sababi nima? Buni bilgili olmaydi deydi. Poyezni Sharq shimoldan keldigan poyezni Beyjingda vokzalga kirishdan chekilgan gap. Tushundingmi? Yana bir xabar. Sabiq bo'ldi. Buni bu xabarni yetkazmayman. Buni men jur'at qilolmayman. Yana bir xabar bordi. Uni jur'at qilolmayman. Kechiringlar vatandosh. Jiddiy xabar. Wang Xiaohong birinchi bo'lib Xi Jinpingdan yuz o'rdi. Başta onun hikayesine sözlep geldik mi? Endi meyedi yani bir yetip geldik ki bir abzaz haber. Wang Xiaohong birinchi bo'lib Xi Jinpingdan yuz o'rdi. General Zhang Yushaga teslim bo'ldi. Shundaq bir ahvol ostida Xi Jinping 3-chi umumiy yig'inda naq maydonda elib ketildi. Nega elib ketdi? Dal shu vaqt elib ketgan yeri qayer? Yoki Su Shaoxo, bu Su Shaoxoniki. Bu Su Shaoxo obzorlari 7-oyning 26-kuni yutib 23 minut ilgari. Yani Washington vaqti soat 10:20 bo'lsa, 10:20 atrofida yetib kelgan xabar vatandosh. Sharq vaqti, Washington vaqti yetib kelgan xabar. Dastlabda bu Su Shaoxo dedi Yinchuan Ningxia Tungan Abtonom rayonining Yinchuan shahriga nazarband qildi. Hozir bu xabar dedi bir daqiqa elib berib yetib kelgan. Balki shu yerda yetkab kelgan bo'lishi mumkin. İşte bu ciddi, işte bu çok emas, oyun emas da vatandaş bu. Bütün dunyoga munosabatlik işte. Bir jungo emas. Muşu mesele agar muş degandek, ashlar degandek muşlar kelayotgan bo'lsa, bütün dunyoga munosabatlik işte vatandaş. Şuna bunun çaqçaq qilgili, xalığancha muomala qilgili bo'lmaydi da bunun vatandaş ya. Şununla nimdi de hazır hesapta Su Shaoxoning gapida endi hazır moslashibdi. Mesela yuqorqi soqchi Wang Xiaohong degan moslashdi. Avval general Zhang Yushaga teslim bo'ldi. Shuningdek naq maydonda Reis Xi Jinping elib ketdi. Yani mesela hazır biday xeyri elib berib, shu yerda Reis Xi Jinpingni tanqid qilyotdi dedi. Biz endi bugungi xabarlarimiz, tungi xabarlarimizni yig'ib aytganda hozir meyada men sizlarga aytdim, bu video film shaklida kelayotgan xabarlarni sizlarga yetkazib bo'ldik. Endi bu matbuotga yozma shaklda chiqdi da vatandosh. Buyuk Irat orbiti 7-oyning 25-kuni bergan xabar. Yuqorida Wang Xiaohong ichki so'rinda Reis Xi Jinpingning yoki qandaqdir sekretar Xi Jinpingning ko'rsatmasi, yo'l yo'rig'i va mutlaq rahbarligi deydigan gaplarni eg'izga elish bu yoqdasin. Hatta Reis Xi Jinpingning ismini eg'izganmidi? Asli ismini elish tegishlik yig'inlarda ismini mu eg'izga olmadi dedi. Tandash. Endi bu vaziyatda qandaq vaziyat deb tushunishingiz mumkin. Mena başta aytdim o. Yangi yacha g'azal chiqdi, aytolmay jenim chiqdi degandek. Men sizga esingizga solay, esingizni bor, men sizga so'zlagan leksiyalarda nima degan edim bir vaqt vatandoshim. Mush yilning yoki 2024-yilning oxirida Jungkokom partiyasining taqdiri bir taraf bo'ladi degan edim vatandosh. Men o'zim hukm qilmadim. Şu vaqtimi dal shundaq video filmdagi Wang Xiaohong yoki Su Shaoxo yoki Rongyanning nazari degan qaysi birisining shundaq deganligini naql keltirib sizlarga shundaq aytgan edim vatandosh. Ondan orliqda bir hafta burun shu Rongyanning nazarida Rongyan o'zi dedi shuni, men sizlarga o'zi dedi deb shundaq dedim. 7-oy, 8-oy 9-oy Jungkokom partiyasi uchun aytganda intayin xatarlik oy. Yoki Jungkokom partiyasining taqdirini belgilaydigan oylar dedi. Rongyan nazari degan video filmda dedim sizlarga vatandosh. Hozir ham 7-oyning 5-deylar va xilma-xil tahlil qilaylik ma'qul. Nazarband qilib Zhang Yusha general buni qo'lga oldi tutdi deyli. Mesela Wang Xiaohong teslim bo'lib maydon hozirlab berdi deyli.
jim. Bu şunda jim malatda buldu bu iş vatandaş bulamdı. Hergiz davran savran kılanmaydı bu işe intayın xatarlık iş bir devlet üçün. Cungudak bir devlet üçün etkandı intayın xatarlık iş bu. Şuna cemiyetinin aldıdı mı, dünyanın aldıdı mı? Bu şuna miki teki degen gep bile yetip kelidi ki ahırı karar kaçan çıkarıldı. Cungu Kompartiyası bu doğruda ne mi deydi? Anda arlıkta Chimpokong Wang Hu'nun eğiz kaldı vatandaş. Wang Hu'nun degen yetti Changwei'nin yaki yetti daimi hayatın birisi. Bana meyada Chimpokong nimdi de Wang Hu'nun hizmetlerini vakitlik tapşırıp elişi karar kılındı deydi. Bu katem hem de Vietnam Partisi'nin sekreteri kaza kıldı. Onun dağdoluk matem mürasimi ötküzülüşkü Cungu'nun rehberi çokum beriş gerek vatandaş. Reis Xi Jinping çokum bu depli mürasimi beriş gerek idi. Hazır Reis Xi Jinping emez, onun ornuğa 7 daimi heyetinin biri Wang Hu'nun degen kişi yetip bardığan boldu idi. Bardı, hazır Vietnam'a ketti o adam. Hazır Chimpokong'daydı hem de Merkezi Komitetin, Cungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin kündülük işlerini, devletin kündülük işlerini Wang Hu'nun öz istigaldı hizmet şunu tapşırıp bir işte karar kıldı merkezdeydi Chimpokong. Dikizitaz çunkurlap kırmepti bu adam, bunun obzorçı Chimpokong. Haber hazır bu haber Chimpokong Rongyan'ın nazarı Suşahı aradaki ümit sadaset televizyası onda canın hazır bugün ben size yetkizgen bu haber 7 obzorçunun video filmi bilen kelgen haber oldu. Ben bunun için köprek sizge ma o yazma haberini takildim vatandaşım. Büyük İrat orbiti Venbi orbiti yazmış şekilde geldi. Şundan qaraganda hazır Cungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin işki katlamada nime ahval yüz berdi. Bunun paketi 15. günü 7. ayının 3. umumyığın açılgan günüdün başlap hazır bugün kaç 126'ma demek 11 gün. 11 gündün biri Cungu Kompartiyası'nın sekreteri Xi Jinping. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Merkezi Komitet Harbiy İşler Komiteti'nin reisi Xi Jinping. Gayip. Meyle kisel olsun, meyle kay şekilde, bu şekilde olsun, ya ki endebiyat gumaniya halde, yani siz şundak bir sual okuysunuz. Reis Xi Jinping bu şundak kılıp mükemmelen oynavatamdı. Ya ki başka bir tasadifi iştağa takabül turuştun yolu izdini vatamdı. Ya bir Canubi Deniz'de ve başka üzü tevelli gidige kaysi bir zimini tevekkelçilik kılamdı. Şunun tayyarlık kılıvatamdı. Ya ki mükemmelen oynap bu tamaşa çıkarmakçı. Ya ki dünyanın gözünü galat kılmakçı. Ve ya ki öz devletinin vaziyetini şu arkalık kontrol kılışını bir neme degendek. Şuna geplerini koşup sözlüsünüz mü? Hayransız bir cümle. Bugün 11 gün oldu. Reis Xi Jinping, sekreter Xi Jinping ne gitti?